Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasida tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari bilan ochiq davra suhbati bo'lib o'tdi. Muloqot davomida tadbirkorlarning bojxona va ishlab chiqarish sohasidagi muammolariga yechim topish hamda ular tomonidan bildirilgan takliflarni amaliyotga tatbiq etish choralariga alohida e'tibor qaratildi. Bojxona qo'mitasi bilan video konferensiya aloqa shaklida bo'lib o'tgan davra suhbatida tadbirkorlar bevosita bojxona qo'mitasi raisi bilan muloqot qilib, bojxona qonunchiligidagi yangiliklar, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilariga yaratilgan sharoitlar haqida batafsil so'z yuritildi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ishlab subyektlar uchun bir qator yengillik hamda qulayliklar yaratib berilmoqda. Atab aytganda, bojxona tarafida bir qator yengilliklar ishlab subyektlar uchun yaratib berilmoqda. Ya'ni bugungi kunda ishlab subyektlar uchun bojxona tarafida 35 ga yaqin elektron dasturlar hamda 40 dan ziyod interaktiv xizmatlar hamda 10 dan ziyod mobil qurilmalar orqali ishlab subyektlarining bojxona tarafida amalga oshirib o'tirgan harakatlari to'liq elektron turda amalga oshirib ta'minlanib kelmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, birgina Qoraqalpog'iston Respublikasida bitta tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti va 3 ta bojxona punktlari tomonidan eksport va import yuklarini bojxona rasmiylashtiruvi amalga oshirib kelinmoqda. O'tgan 2024-yil davomida 164 ta, joriy 2025-yil birinchi choragida esa 81 ta korxonalar o'z mahsulotlarini eksportga yo'naltirgan. Bizning ish faoliyatimiz armatur armasit chiqaryapmiz, armaturdan bazaltda armatur chiqaryapmiz, stekla tikanli armatur chiqarib turibmiz, stekla setchi chiqaryapmiz, serpiyanka deb aytiladi, uголокni chiqaryapmiz shuni. Masalan, xomyashani Xitoydan keltiribmiz. Xitoy bojxona bizga ko'p katta yordam bor, bojxonalardan katta yordam berib turibdi. Rastamochki bo'yicha nima bo'yicha shu hech zadej qilmaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi boshlig'i boshchiligida davom ettirilgan ochiq muloqotda hududning tashqi savdo aylanmasini tashkil etuvchi tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari qonunchilikka kiritayotgan o'zgarish va yangiliklar bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob olishdi.